qancha oramizda bir vaqtlar do'sti ko'p bo'lgan insonlar bor. Mansabda, martabada o'tirganda atrofini gir aylanib, qulluq qilib, qo'lini ko'ksiga qo'yib turgan insonlarni qancha ko'rganlar bor oramizda. Lekin o'sha insonlar obro'dan, mansabdan ketganlaridan keyin o'sha do'stlarni birontasi, hammasi yo'q bo'lib ketganini ham ko'rganlar ham bor. Ular haqiqiy do'st bo'lmagan. Ular o'sha obro'ga, mansabga, pulga, o'sha vaqtdagi holatga do'st bo'lgan kishilar. Foydalanay deydi. Haqiqiy do'st sizdan bir manfaat uchun foydalanmaydi. Shu bilan do'st bo'lsam, nimadir ishimni qilib olishim kerak. Shu bilan do'st bo'lsam, bir ikki so'm pulini olishim kerak. Shu bilan do'st bo'lsam, nimadir muammoimni hal qila olishim kerak deydigan kishi haqiqiy do'st bo'lmaydi. Haqiqiy do'st Allohning roziligi uchun yaxshi ko'radi, Allohning roziligi uchun do'st bo'ladi. Ana u haqiqiy do'stlik bo'ladi.